Mana yo'lni ta'mirlovchi odamlar mana ko'ringlar. Toshkent viloyat, Toshkent tumani, Keles Abdurahmonov tomonidan mana yaqinda yo'lni yamashdi. Kichkina yamoni yamaganda tagiga kliniz tashalgan edi. Mana shu ikkita narsa. Men o'ylashimcha mana yamadan chiqqan mana. Mana yamadan chiqqan. Hozir mana bu yo'lni o'rtasiga tushib qolgan mana yana yama. Mana o'rtasiga tushib qolgan. Mashinamda mana o'tuvdim. Mana bamperim sindi mana. Mana hozir sindirib yubordi. Kim javob beradi endi? Kim qilib beradi buni? Iltimos shu yo'lga qaraydigan mutasaddi rahbarlarmi, ishchilarmi sidqi dildan ishlanglar iltimos. Bu yaqinda yangi qo'yuvdim bamper. 400 mingga olib. Hozir nima yana men yonimdan rasxod qilib yana orqa bamperimni almashtiramanmi? Yo'llarni ko'rib bo'lmaydi. Hozir mana men yo'q joyda mana jabr ko'ryapman, mashinamni kim qilib beradi meni?